Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim kechiktirib bo'lmaydigan masalani tushuntirib beraman. Gap pensiya, nafaqa va ijtimoiy yordam to'lovlari haqida ketmoqda. Agar siz yoki oilangizda pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, boquvchisini yo'qotgan bola, kam ta'minlangan oila sifatida yordam olayotgan fuqaro bo'lsa, bu ma'lumot sizga bevosita tegishli. 15 avgustgacha identifikatsiyadan o'tish talabi haqida xabarlar tarqalmoqda. Va ko'pchilik agar o'tmasam pensiyam bloklanadimi, kartamga pul tushmaydimi, yordamim to'xtaydimi deb xavotirda. Men bugun bu masalani oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Kimlar albatta tekshirtirish kerak, kimlar xavotir qilmasa ham bo'ladi. Qayerga borish kerak, qanday hujjatlar kerak, eng ko'p uchraydigan xatolar qaysi? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato ham to'lovning kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'p odamga vaqtida yetib borish kerak. Avvalo, men asosiy narsani tushuntirib olay. Davlat pensiya, nafaqa va ijtimoiy yordam pullarini shunchaki ism familiyaga qarab bermaydi. Har bir to'lovning egasi aniq bo'lishi kerak. Fuqaroning pasport yoki ID karta ma'lumotlari, JSHS shir raqami, yashash manzili, bank kartasi, telefon raqami, tiriklik holati, chet elda yoki O'zbekistonda ekanligi, vasiylik yoki ishonchnomasi orqali pul olayotgan bo'lsa, shu hujjatlar ham tekshiriladi. Bu oddiy nazorat emas. Bu mablag' noto'g'ri odamga ketmasligi uchun qilinadigan identifikatsiya jarayoni. Oldin ko'p holatda odamlar to'lovni yillar davomida bir xil tartibda olib kelgan. Masalan, pensionerning plastik kartasiga har oy pensiya tushgan. U bankomatdan yechgan yoki do'konda ishlatgan. Ijtimoiy yordam oladigan oilaga ham pul karta orqali o'tgan. Ayrim joylarda pochta orqali naqd shaklda yetkazilgan. Ko'pchilik men bir marta hujjat topshirganman. Endi hech narsa qilishim shart emas deb o'ylaydi. Lekin hozir tizimlar yangilanyapti, ma'lumotlar elektron bazalar bilan solishtirilyapti. Banklar, pensiya jamg'armasi, mahalla, ijtimoiy himoya organlari va boshqa idoralar ma'lumotlari mos bo'lishi talab qilinyapti. Nima o'zgardi? O'zgarish shundaki, endi ayrim fuqarolardan shaxsini qayta tasdiqlash, ya'ni identifikatsiyadan o'tish talab qilinishi mumkin. Bu jarayon odatda fuqaroning haqiqatan ham tirikligi, to'lovni o'zi olayotgani, hujjatlar amal qilayotgani, karta epidi bilan to'lov oluvchi bir shaxs ekanini tekshirish uchun kerak bo'ladi. Agar tizimda nomuvofiqlik chiqsa, masalan, pasport almashtirilgan, lekin yangi ma'lumotlar kiritilmagan bo'lsa, bank kartasi boshqa odam nomida bo'lsa, yashash manzili bo'yicha muammo bo'lsa yoki uzoq vaqt karta ishlatilmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Men bu yerda bloklash deganda nimani nazarda tutayotganimizni aniq aytaman. Har doim ham bu pul butunlay olib qo'yiladi degani emas. Ko'pincha bu vaqtinchalik to'xtatib turish, aniqlik kiritilmaguncha pulni o'tkazmaslik yoki kartadan foydalanishni cheklash bo'lishi mumkin. Fuqaro identifikatsiyadan o'tgach, hujjatlarini to'g'rilagach, odatda to'lov qayta tiklanadi va ayrim hollarda kechikkan oylar uchun ham hisob-kitob qilinadi. Lekin bu keyin borarman degani emas. Chunki bir oy kechiksa, kommunal to'lov, dori-darmon, oziq-ovqat, kredit yoki ijara masalasi darhol muammoga aylanadi. Endi eng muhim savol, kimlar birinchi navbatda tekshirtirish kerak? Men buni aniq guruhlarga bo'lib tushuntiraman. Birinchi guruh pensiya oluvchilar, yoshga doir pensiya. Nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan fuqarolar o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'ygani yaxshi. Ayniqsa oxirgi bir yil ichida pasportingizni ID kartaga almashtirgan bo'lsangiz, familiya yoki ism o'zgargan bo'lsa, bank kartangiz yangilangan bo'lsa yoki pensiya boshqa qarindosh kartasiga tushayotgan bo'lsa, albatta tekshiring. Masalan, 8 yoshli ona har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U eski biometrik pasportini ID kartaga almashtirdi, lekin bankdagi karta ma'lumotlari eski pasport bilan qolib ketdi. Pensiya jamg'armasi bazasida yangi hujjat chiqadi, bankda esa eski hujjat. Tizim bu bir odammi yoki hujjatda farq bormi deb tekshiradi. Natijada to'lov kechikishi mumkin. Bunday vaziyatda muammo katta emas, lekin vaqtida banka va tegishli idoraga borib ma'lumotni yangilash kerak. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning vasiylari. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zi hollarda nafaqa yoki pensiyani fuqaroning o'zi emas, ota-onasi, farzandi, turmush o'rtog'i yoki vasiy oladi. Agar vasiylik hujjati muddati tugagan bo'lsa,
ishonchnoma eskirgan bo'lsa yoki bank kartasi boshqa shaxs nomida bo'lsa, tizim to'lovini tekshirishga qo'yishi mumkin. Masalan, un guruh nogironligi bo'lgan fuqaroning nafaqasini uning opasi bank kartasi orqali olib kelgan. Oldin hammasi yurib turgan. Lekin yangi tekshiruvda nafaqa oluvchi va karta egasi boshqa odam ekani chiqsa, bank yoki idora qo'shimcha hujjati so'rashi mumkin. 3-guruh kam ta'minlangan oilalar, bolalar nafaqasi va moddiy yordam oluvchilar. Bu toifadagi to'lovlarda oila tarkibi, daromad, yashash manzili, bolalarning yoshi, maktab yoki bog'cha bilan bog'liq ma'lumotlar muhim bo'ladi. Masalan, oilada 3 nafar bola bor, ona bolalar nafaqasi olyapti. Katta farzand 12 yoshga to'lgan, lekin hujjatlarda hali oila tarkibida yordam hisobiga ta'sir qiluvchi shaxs sifatida turibdi. Yoki oila boshqa tumanga ko'chgan, ammo eski mahalla bazasida qolgan. Bunday nomuvofiqliklar to'lovning qayta ko'rib chiqilishiga sabab bo'ladi. 4-guruh chet elda yurgan yoki uzoq vaqt yashash joyida bo'lmagan fuqarolar. Agar pensioner yoki nafaqa oluvchi uzoq muddat xorijda bo'lsa, ayrim to'lovlar bo'yicha tiriklik, yashash holati, vakolatli shaxs orqali olish tartibi tekshirilishi mumkin. Men bunday oilalarga alohida aytaman. Qarindoshingizning kartasi sizda bo'lsa ham, bu doim qonuniy va muammosiz degani emas. Agar to'lov oluvchining o'zi chet elda, karta esa boshqa odam qo'lida bo'lsa, identifikatsiya masalasi chiqishi tabiiy. 5-guruh kartasi ishlamay qolgan. Muddati tugagan yoki yo'qolgan fuqarolar. Juda ko'p odamlar shunday xato qiladi. Karta muddati tugaydi, lekin pensiya baribir tushaveradi deb yuradi. Bank karta yopilgan bo'lsa yoki faol bo'lmasa, to'lov qaytishi yoki ushlanib qolishi mumkin. Yangi karta ochilganda esa uni pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy to'lov tizimiga bog'lash talab etiladi. Endi kimlar ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, ID kartangiz yoki pasportingiz amal qilayotgan bo'lsa, to'lov o'zingizning nomingizdagi faol bank kartasiga tushayotgan bo'lsa, oxirgi oylarda pul muntazam kelayotgan bo'lsa, hech qanday SMS, telefon qo'ng'irog'i yoki mahalladan ogohlantirish olmagan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan sizda hozircha keskin muammo yo'q. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki tekshirish 10 daqiqa vaqt olishi mumkin. Muammo chiqqandan keyin esa uni hal qilish bir necha kun yoki bir necha hafta cho'zilishi mumkin. Masalan, 72 yoshli ota har oy pensiyasini o'z nomidagi kartadan oladi. ID kartasi yangi, bank ilovasida pul tushgani ko'rinadi. Yashash joyi o'zgarmagan. Bunday holatda odam 15 avgustdan keyin albatta pensiyasiz qoladi deb qo'rqish shart emas. Lekin bankka yoki pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga qo'ng'iroq qilib, ma'lumotlar mosligini aniqlasa, yanada xotirjam bo'ladi. Yana bir misol, kam ta'minlangan oila moddiy yordam oladi. Mahalla orqali hujjat topshirgan. Karta ona nomida, telefon raqami faol, bolalar hujjatlari to'liq. Agar ularga qayta identifikatsiya haqida xabar kelmagan bo'lsa, darhol vahimaga tushish kerak emas. Lekin oilada yangi tug'ilgan bola bo'lsa, kimdir ishga kirgan bo'lsa, manzil o'zgargan bo'lsa, bularni yashirmasdan yangilash zarur. Chunki keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi ham paydo bo'lishi mumkin. Endi men ko'pchilik bilmaydigan nozik masalalarni aytaman. Birinchi xato. Mening kartamga pul tushyapti. Demak, hammasi joyida deb o'ylash. Ba'zan tizim bir necha oy muammoni darhol ko'rsatmasligi mumkin. Keyin tekshiruv vaqtida eski xatolar birdan chiqadi. Masalan, pasport ma'lumoti 6 oy oldin o'zgargan, lekin bankda yangilanmagan. Bugun pul tushayotgani ertaga muammo bo'lmaydi degani emas. Ikkinchi xato, boshqa odam kartasidan foydalanish. Ayniqsa qariyalar farzandining kartasiga pensiyani o'tkazib qo'ygan holatlar uchraydi. Qulay ko'rinadi, lekin huquqiy tomondan savollar tug'diradi. Pensiya egasi bitta shaxs, karta egasi boshqa shaxs bo'lsa, to'lov egasi pulni o'zi olyaptimi yoki yo'qmi degan savol paydo bo'ladi. To'g'ri yo'l pensioner nomida karta ochish, agar o'zi bo'lsa olmasa, qonuniy ishonchnoma yoki vasiylik tartibini rasmiylashtirish. 3-xato. SMS va telefon qo'ng'iroqlariga ishonib, shaxsiy ma'lumotni begonalarga berish. Mana bu juda xavfli. 25 avgustgacha identifikatsiyadan o'ting. Kartangiz bloklanadi. Hozir kodni ayting degan qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin. Hech qachon bank kartangizning raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodni, PIN kodni, ilova parolni hech kimga aytmang. Haqiqiy bank yoki davlat idorasi sizdan SMS kod so'rab qo'ng'iroq qilmaydi. Identifikatsiya faqat rasmiy ilova
bank bo'limi, davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'arma markazi, ag'armasi bo'limi yoki tegishli ijtimoiy himoya organlari orqali qilinishi kerak. 4-xato hujjat muddati tugaganini sezmaslik. Pasport yoki ID karta amal qilish muddati tugagan bo'lsa, ko'p tizimlar avtomatik ravishda ogohlantirish beradi. Ba'zi odamlar mening yoshim katta, menga bo'laveradi deb o'ylaydi. Yo'q, hujjat muddati hamma uchun muhim. ID karta yoki pasport amal qilmasa, bank operatsiyalari, nafaqa rasmiylashtirish, ishonchnoma berish, ijtimoiy yordam olishda muammo chiqadi. 5-nozik jihat, tiriklikni tasdiqlash masalasi. Ayrim holatlarda, ayniqsa uzoq vaqt davomida o'zi kelmagan, pochta orqali yoki vakil orqali to'lov olgan fuqarolarda idora fuqaroning holatini tasdiqlashni so'rashi mumkin. Bu qo'pol talab emas. Bu davlat mablag'i noto'g'ri to'lanmasligi uchun tekshiruv. Agar odam kasal bo'lsa, yotib qolgan bo'lsa, o'zi idoraga bora olmasa, qarindoshlari shifokor ma'lumotnomasi, ishonchnoma. Vasiylik hujjati yoki mas'ul idora bilan kelishilgan tartibda masalani hal qilish kerak. 6-nozik jihat manzil va mahalla masalasi. Ijtimoiy yordam ko'pincha mahalla va tuman kesimida ko'riladi. Siz boshqa joyga ko'chib ketgan bo'lsangiz, lekin eski manzilda ro'yxatda tursangiz, komissiya yoki tizim sizning real holatingizni noto'g'ri baholashi mumkin. Masalan, oila Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chgan, bolalar boshqa maktabga o'tgan, lekin yordam eski tuman bo'yicha yurib turibdi. Keyin tekshiruvda bu oila aslida bu yerda yashamaydi degan xulosa chiqsa, to'lov to'xtatilishi mumkin. 7-nozik jihat daromadni yashirish. Kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam olayotgan oilalarda daromadlar tekshiriladi. Oila a'zolaridan biri rasmiy ishga kirgan bo'lsa, yakka tartibdagi tadbirkorlik ochgan bo'lsa, muntazam pul o'tkazmalari olayotgan bo'lsa, bu yordam huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Men bu yerda hech kimni qo'rqitmoqchi emasman, lekin davlat yordami ehtiyojmand oilaga beriladi. Agar sharoit o'zgarsa, tizim buni ertami kechmi ko'radi. Yaxshisi ma'lumotlarni to'g'ri va o'z vaqtida berish. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz yoki oilangizdagi pensioner va nafaqa oluvchilarning hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta bormi? Muddati o'tmaganmi? Jashir raqami to'g'rimi? Familiya, ism hujjatlari bir xil yozilganmi? Ba'zan bitta harf farqi ham muammo qiladi. Masalan, bankda Gulnora, hujjatda Gulnoza bo'lib qolsa, tizim moslikni savol ostiga oladi. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta kimning nomida? Muddati qachon tugaydi? Oxirgi oyda pensiya yoki yordam tushganmi? Karta bloklanmaganmi? Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka boring. Yangi karta oling va yangi karta ma'lumotlarini to'lov beruvchi idoraga yetkazing. Agar pensioner o'zi yura olmasa, bankdan uyga xizmat imkoniyati bor yo'qligini so'rang yoki qonuniy vakillik hujjatini tayyorlang. 3-qadam, rasmiy manbadan tekshiring. Tuman pensiya jamg'armasi bo'limi, inson ijtimoiy xizmatlar markazi, mahalla davlat xizmatlari markazi yoki bank bo'limiga murojaat qiling. Telefon orqali so'rasangiz ham bo'ladi. Lekin shaxsiy ma'lumotni noma'lum raqamga bermang. Eng to'g'ri yo'l, o'zingiz borib, mening pensiya yoki ijtimoiy yordam to'lovim bo'yicha identifikatsiya talab qilinadimi? Ma'lumotlarim mosmi deb so'rash. 4-qadam. Agar SMS yoki xabarnoma kelgan bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Xabarda qaysi tashkilot ko'rsatilganini tekshiring. Rasmiy qisqa raqammi, bankdanmi, davlat xizmatlaridanmi, mahalladanmi? Shubhali havolaga kirmang. Agar havola orqali karta ma'lumotlari, SMS kod, parol so'ralsa, darhol to'xtang. Rasmiy ilovalarni faqat Play Market yoki App Store orqali yuklab oling. Brauzerdagi noma'lum saytga pasport va karta ma'lumotlarini kiritmang. 5-qadam, borishda hujjatlarni to'liq oling. Pensioner yoki nafaqa oluvchi uchun pasport yoki ID karta, bank kartasi, telefon raqami, pensiya daftarchasi yoki oldingi to'lov ma'lumotlari bo'lsa, ularni oling. Nogironlik bo'yicha to'lovlarda nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar, tibbiy mehnat ekspertizasi ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Vasiy yoki ishonchli shaxs bo'lsa, ishonchnoma, vasiylik qarori. O'zining pasporti ham kerak bo'ladi. Bolalar nafaqasida bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, oila tarkibi, daromadga oid ma'lumotlar so'ralishi mumkin. 6-qadam, ariza yozishda aniq yozing. Mening pensiya to'lovim yoki ijtimoiy yordamim vaqtincha to'xtatilmasligi uchun shaxsiy ma'lumotlarimni tekshirib, identifikatsiyadan o'tkazishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar to'lov allaqachon kelmay qolgan bo'lsa, falon oy uchun to'lov to'shmadi, sababini aniqlab
to'lovni tiklash choralarini ko'rishingizni so'rayman deb yozing. Arizaga sana qo'ying, telefon raqamingizni yozing. Qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. 7-qadam, qarindoshlaringizni tekshiring. Ko'p pensionerlar internetdan foydalanmaydi, SMS'ni o'qimaydi, bank ilovasini bilmaydi. Siz farzand, nevaralar yoki qo'shni sifatida yordam bering. Lekin yordam berayotganda ham qonuniy tartibni buzmang. Pensionerning kartasidan yashirin foydalanish, uning roziligisiz pul yechish, SMS kodlarini o'z telefoningizga ulash keyin oilaviy nizoga ham, huquqiy muammoga ham olib kelishi mumkin. Keling, bir nechta vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. 75 yoshli pensioner onaxon har oy 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. U telefondan foydalana olmaydi, kartani kelin ishlatadi. Karta onaxon nomida, lekin telefon raqami kelinning nomida. Bank SMS'lari kelin telefoniga boradi. Agar identifikatsiya jarayonida onaxonning o'zi tasdiqlashi kerak bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Bu vaziyatda eng to'g'ri yo'l onaxonning hujjatlari bilan bankka borish, telefon raqamini to'g'ri rasmiylashtirish. Kerak bo'lsa ishonchnoma tuzish. Ikkinchi vaziyat. Nogironligi bo'lgan bola uchun nafaqa olinadi. Bola urg'undagi yoshga yaqinlashmoqda. Ota-ona nafaqa avtomatik davom etadi deb o'ylaydi. Lekin yosh chegarasi, tibbiy xulosa muddati, qayta ko'rikdan o'tish talab bo'lishi mumkin. Agar tibbiy hujjat yangilanmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Demak, bunday oilalar muddatlarini oldindan ko'rish kerak. Hujjat muddati tugaydigan kuni emas, kamida bir oy oldin harakat qilish kerak. Uchinchi vaziyat, kam ta'minlangan oila bolalar nafaqasi oladi. Ota yaqinda rasmiy ishga kirdi. Oyligi 3 million so'm. Oila bu ma'lumotni bermadi. Chunki baribir bizga pul kerak deb o'yladi. Keyin tizim daromadni ko'radi va yordam qayta hisoblanadi. Agar oila endi mezonga to'g'ri kelmasa, to'lov to'xtatiladi. Ayrim hollarda ortiqcha olingan mablag'ni qaytarish masalasi ham chiqadi. Shuning uchun men doim aytaman, yordam olishda eng muhim narsa shaffoflik. 4-vaziyat, pensioner chet elga farzandinikiga ketgan. Pensiya O'zbekistondagi kartaga tushyapti, qarindoshi pulni yechib yuboryapti. Bir necha oy shunday davom etdi. Keyin tekshiruvda pensionerning mamlakatda emasligi, kartadan boshqa hududda foydalanilayotgani, o'zi identifikatsiyadan o'tmagani ma'lum bo'lishi mumkin. Bu holatda to'lov egasining haqiqiy irodasi va huquqi tasdiqlanishi kerak. Agar fuqaro chet elda bo'lsa, konsullik ishonchnoma yoki rasmiy tartib bo'yicha maslahat olish zarur. 5-vaziyat, pensioner ID karta olgan, lekin bankka eski pasport nusxasi bilan bog'langan karta qolgan. Pul oldin tushgan, keyin bir oy kechikkan. U davlat pensiyamni kesib tashladi deb o'ylaydi. Aslida esa ma'lumotlar mos kelmagan. Bankka borib ma'lumotni yangilaydi. Pensiya jamg'armasi karta va ID ma'lumotlarini tekshirtiradi. To'lov qayta tiklanadi. Bu eng ko'p uchraydigan oddiy, lekin asabni buzadigan holat. Agar pensiya yoki yordam belgilangan sanada tushmasa, birinchi kuni vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Avval bank ilovasini yoki bankomat orqali hisobni tekshiring. Ba'zan pul tushgan bo'ladi, SMS kelmay qoladi. Keyin bankka qo'ng'iroq qiling yoki bo'limga boring. Karta faolmi? Hisob bloklanmaganmi? Pul qaytganmi? Texnik muammo yo'qmi? Bank bizda yo'q pul kelmagan desa, keyingi qadam pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy yordam beruvchi idoraga murojaat qilish. Murojaatda aniq ma'lumot bering. F-ish, J-shir, tug'ilgan sana. Yashash manzili, qaysi to'lov turi, oxirgi marta qachon pul tushgani, qaysi bank kartasiga tushish kerakligi. Pulim yo'q, yordam bering deb umumiy aytishdan ko'ra, aniq faktlar bilan murojaat qilsangiz, masala tezroq hal bo'ladi. Arizangizni yozma shaklda topshirsangiz, albatta qabul qilingani tasdiqlovchi raqamni oling. Keyin men murojaat qilganman deb isbotlash oson bo'ladi. Agar idora sizga identifikatsiyadan o'ting desa, qaysi tartibda o'tish kerakligini so'rang. Qaysi hujjat kerak, qayerga boraman, muddat qancha, to'lov qachon tiklanadi, kechikkan pul qayta hisoblanadimi degan savollarni yozib oling. Og'zaki gapga suyanib qolmang. Imkon bo'lsa, javobni yozma yoki SMS ko'rinishida oling. Bu mavzuda firibgarlar juda faol bo'lishi mumkin. Chunki ular pensionerlar va yordam oluvchilar xavotirini biladi. Sizning pensiyangiz bloklanadi, hozir identifikatsiya qilamiz. Telefoningizga kelgan kodni ayting desa, darhol telefonni o'chiring. Davlat xizmati xodimiman, kartangizni tekshiryapman desam, SMS kod aytilmaydi. Pulni tezroq ochib beramiz, oldindan xizmat haqi yuboring desa,
Bu ham shubhali. Rasmiy idorada identifikatsiya qilinsa, sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raladi, lekin bank kartangizning PIN kodi yoki SMS kodi so'ralmaydi. Davlat idorasi sizdan Telegram orqali karta rasmini, pasport rasmini, selfie va SMS kodni birga yuborishni talab qilsa, juda ehtiyot bo'ling. Rasmiy kanal va rasmiy saytlarni tekshiring. Keksalarimizga buni alohida tushuntiring, chunki firibgarlar aynan ularni nishonga oladi. Hurmatli tomoshabinlar, men bugun sizga asosiy fikrni aniq tushuntirdim. Pensiya, nafaqa va ijtimoiy yordam bo'yicha identifikatsiya masalasi jiddiy. Bu har doim pulingiz butunlay yo'qoladi degani emas, lekin hujjatlarda nomuvofiqlik bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi, kechikishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. Ayniqsa 15 avgustgacha degan muddat tilga olinayotgan bo'lsa, buni oxirgi kunga qoldirmang. Hujjatlaringizni tekshiring, bank kartangizni tekshiring, rasmiy idoraga murojaat qiling. Shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Mening tavsiyam oddiy. Bugunoq oilangizdagi pensionerlar, nafaqa oluvchilar, kam ta'minlangan oila sifatida yordam olayotgan qarindoshlaringiz ro'yxatini ko'rib chiqing. Kimning hujjati eski, kimning kartasi boshqa odam nomida, kimga SMS kelgan, kim chet elda, kim o'zi idoraga bora olmaydi, barchasini aniqlang. Bir kunlik harakat bir oylik muammoning oldini oladi. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pensiya kechikkanmi? Karta bloklanganmi? Identifikatsiya so'rashganmi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir odamning pensiyasi yoki ijtimoiy yordamining vaqtida kelishiga sabab bo'lishi mumkin.